va otasiga biroz kechikishlarini xabar qilmoqchi bo'ladi. Biroq bu g'alati joyda aloqa ishlamasdi. Er-xotinlar telefon bor yoki yo'qligini so'rash uchun shu yerdagi so'nggi imkon nomli tamaddixonaga kirishga qaror qilishadi. Ichkariga kirishgach, Michael shu yerda tushlik qilishga Sarani ko'ndiradi. Bundan so'ng unga to'yni orqaga surishni taklif qiladi. Bunga sabab esa agar otasi olamdan o'tib qoladigan bo'lsa, ular uchun muhim bo'lgan bu kun azaga aylanib ketishi aniq edi. Sara esa janjallashib qolmaslaridan oldin bu mavzuni yopishni taklif qiladi. Ularning oldiga kelgan ofitsiantdan esa kofe va bir stakan suv berishini so'rashadi. Qiz esa bu yerda tirik odamlarni ko'rganligidan xursand ekanligini aytadi. Sara tamaddixonadagi boshqa bir xo'randalarga e'tibor qaratadi. Bu yerda yana yolg'iz qiz va qari er-xotinlar o'tirishgandi. Qari ayol bu yerdan chiqishdan bosh tortgach, ularning oldiga menejer keladi. Buyurtmani keltirgan ofitsiant bu qariyalar anchadan beri shu yerda o'tirganliklarini aytib, ularga 2 tanga beradi. Ularni esa musiqa avtomatida qo'shib qo'yish uchun ishlatish mumkin edi. Michael tangalarni ishlatishga qaror qiladi va buni qarangki, ular ancha yillar oldin o'zlari yozgan musiqa albomini eshitib qolishadi. Sara bu haqida ofitsiantga aytadi, u esa bunga javoban bu yerga hali mashhur insonlar kelmaganligini aytadi. Qiz to'satdan telefon haqida eslab qoladi va ofitsiant tashqarida taksofon borligini aytadi. Bu gapni eshitgan Michael esa 2023-yilda ham eskilik sarqitidan foydalanyapsizlarmi degan ma'noda tirjayib qo'yadi va ovqatni o'zlari bilan olgan holda yo'lni davom etishga qaror qiladi. Sara esa oshpazga biroz pul berib, u uning otasini eslatib yuborganligini aytadi. Er-xotinlar 66-shassiya bo'ylab yo'llarini davom etishadi. Biroq kutilmaganda yana nimagadir urilib ketishadi va qiz bu hodisa o'tgan safargi joyda sodir bo'lganligini taxmin qiladi. Bu vaqtda cho'lning qayerlaridadir er-xotinlarni ta'qib qilayotgan qora toyir ularning suratlarini tomosha qiladi. Bundan so'ng uni 2 tanga yonida qoldirib ketadi. Tamaddixonada o'tirgan menejer oldiga ofitsiant qiz va oshpaz kelib, er-xotinlarga achinayotganliklarini aytishadi. Biroq menejer ularga bu yerda ishlashlari uchun rozi bo'lishgan kelishuv haqida eslatadi. Ularning mijozlarga achinishlari mumkin emasdi. Er-xotinlar bu paytda to'g'ri yo'lda adashib qolganliklari sabab urushib qolishadi va kutilmaganda ta'qibchining qora mashinasini ko'rib qolishadi. Duh ko'paygan Sara nima bo'layotganligini aniqlash uchun haydovchi oldiga boradi. Biroq uning so'yloq tishlarini ko'rgach duxi o'chib ketadi va tezda mashinaga qaytib gazni oxirigacha bosadi. Qiz kutilmaganda yoqilg'ilari tugayotganligini ko'rib qoladi va kutilmaganda yana o'sha tamaddixonaga duch kelishadi. Boshqa yo'llari qolmagach, ta'qibchidan qutulish uchun yana o'sha yerga kirishadi. Sara ularni ta'qib qilayotgan shaxs odam emasligini aytadi va politsiyaga qo'ng'iroq qilish uchun taksofon oldiga keladi. Go'shakning narigi tomonidagi politsiyachi, to'g'rirog'i tamaddixona menejeri, ta'qibchi haqida eshitgach, qizdan yordam kuchi kelmaguncha tamaddixonaga kirib turishini so'raydi. Ular esa 2 soatdan so'nggina yetib kelishlari mumkin edi. Bundan so'ng sarosimaga tushgan Michaelning oldiga kelgan menejer bu yerda ular xavfsizlikda bo'lishlarini aytib, uni tinchlantiradi. Uning so'zlariga ko'ra, ular o'ngga emas, chapga yurganliklari sabab yana shu yerga qaytib kelishganmish. Michaelning GPS hech qanday burilish yo'lini ko'rsatmaganligi haqidagi gapiga menejer bu yerda hech qanday GPSlar ishlamasligini aytib javob beradi. Oxir-oqibat menejer er-xotinlarga charchaganliklarini va yo'lni davom etishga kuchlari yetmasligini aytadi va mehmonxonada tunab qolishni taklif qiladi. Sara ofitsiant qizdan ularga tanga berishini so'raydi, biroq kutilmaganda qo'llari bog'langan xo'randa qiz ularga o'z tangasini berishni istayotganligini aytib qoladi. Qizni to'xtatgan menejer uni o'tirgan joyiga olib borib qo'yadi va uning telba ekanligini aytib, ular unga ancha ko'nikib qolganliklarini ta'kidlaydi. Bundan so'ng Saraga tanga beradi va qiz taksofonga kelib, otasiga qo'ng'iroq qiladi, biroq otasi uni negadir eshitmasdi. Menejer esa bu vaqtda tinmasdan ko'z yosh to'kayotgan boyagi qizni xonalardan biriga olib kiradi va u hali tayyor emasligini aytishiga qaramasdan, erkak uni xonaga uloqtirib yuboradi. Er-xotinlarning oldiga kelgan oshpaz ulardan ovqat qanday chiqqanligini so'raydi va Saraga qandaydir xabar yozilgan qog'ozni qoldiradi. Biroq shu onda paydo bo'lgan menejer uni olib qo'yadi. Qog'ozda esa qosh deb yozilgan edi. Menejer er-xotinlarga xonalari tayyor ekanligini aytib, ularni mehmonxonaga olib ketadi. Qaysidir onda erkak Sarani ismi bilan chaqiradi, bu esa uni ikkilantirib qo'yadi. Shuncha vaqtdan beri Michael uni qizaloq deb chaqirgandi xolos. Qo'shni xonaga qaragan qiz boyagi qo'li bog'langan qizning oldiga qandaydir odam kirayotganligini ko'radi va xona derazasi muz bilan qoplanadi. Sara eridan bu yerdan ketishni o'tinib so'raydi, biroq menejer ulardan xonaga kirishni talab qila boshlaydi. Biroq er-xotinlar qochishga qaror qilishadi va menejer ularga yetolmay qoladi. Oshpaz va ofitsiant qiz bu safar
safargi xo'randalarga yordam berishni taklif qiladi. Biroq u bunday qila olmasliklarini va ular baribir ham qaytib kelishlarini aytadi. Er-xotinlar yo'llarida davom etishadi. Sara to'satdan yana ularni ta'qib qilayotgan maxluqni ko'rib qoladi va tamaddixonadagilarning u bilan tillari bir deya taxmin qiladi. Bu vaqtda ko'ngilchan oshpaz menejerga er-xotinlarga yordam berishni taklif qilib, xo'jayinlarga qo'ng'iroq qilishni so'raydi. Bu taklifni rad qilgan menejer esa bunday qiladigan bo'lishsa bor budlardan ayrilishlarini aytadi. Odamlar esa busiz ham o'lishdan to'xtashmasdi. Kutilmaganda Saraga otasi qo'ng'iroq qilib, ortga qaytmasliklarini so'raydi, biroq bu Saraning otasi ovozida gapirgan oshpaz edi. Er-xotinlar yana ko'rinmas narsaga urilib ketishganda qiz bu safar to'xtamasdan yo'lni davom etishni so'raydi. Shu onda yana paydo bo'lgan ta'qibchi er-xotinlarni quvishni boshlaydi. Ular yana tamaddixona yonidan o'tishadi, biroq Sara to'xtamasdan yo'lni davom etishni so'raydi. Michael bu ketishda ta'qibchidan qutula olmasliklarini tushungach, sirazu mashinani burib boshqa tomonga ketishga qaror qiladi va bu qanchalik g'alati bo'lmasin, ish beradi. Biroz o'tgach Sara qayerga ketayotganliklari noma'lum ekanligini aytadi. Yoqilg'i esa tugay deb qolgandi. Oshpaz esa bu vaqtda katta xo'jayinga o'zi qo'ng'iroq qilishga qaror qiladi, biroq u Sara va Michaellarga bo'lgan rejalarni o'zgartirishni istamasligini ta'kidlaydi. Mashinani to'xtatgan qiz umrbod bunday yura olmasliklarini aytadi. Michael esa bunga javoban ular qandaydir vaqt girdobiga tushib qolishgan bo'lishlari mumkinligini aytadi. Ularning ta'qibchilari esa ular yo'lda qolishlarini istardi. Shu sabab u xotiniga yo'ldan chiqib, cho'lni kesib o'tishni taklif qiladi. Ofitsiant qiz esa bu vaqtda er-xotinlarning hali tug'ilmagan aybsiz bolalari uchun ham boshliqlarga qarshi kurashishni taklif qiladi. Yashash uchun tamaddixonada ishlash haqidagi kelishuvga esa ular o'sha vaqtda nargi dunyoga ketmasliklari uchun buni o'zlari tanlaganliklarini, biroq bu hayotni havas qilarli deb atash xato ekanligini aytadi. Cho'l bo'ylab tentirab yurgan er-xotinlar yana yo'lga chiqishadi. U yerda esa ag'darilib ketgan o'z mashinalarini ko'rishadi. Uning old oynasida esa qon izlari bor edi. Yaqinroq borib qarashgach, allaqachon o'lganliklarini tushunishadi. Bundan so'ng yonginalarda ta'qibchi paydo bo'ladi va Michael uni do'pposlamoqchi bo'ladi, biroq uning o'tkir tirnoqlaridan qattiq jarohatlanadi. Yana mashinalar oldiga qaytib kelgan er-xotinlar notanish ta'qibchidan qochishni boshlashadi va tamaddixona yonidan 3 marta o'tib ketishadi. 4-martada er-xotinlar baribir ham tamaddixona tomonga qayrilishadi va Michaelni ichkariga kirgizgan Sara menejer bilan gaplashgani jo'naydi. Xodimlarning so'zlariga ko'ra, u ularni anchadan beri kutayotgan emish. Tashqariga chiqqan Sara yaqin orada turgan ta'qibchi va menejerni ko'radi. Menejerning so'zlariga ko'ra, u shunchaki o'z o'ljasini kutayotgan emish. Ular esa muqarrar o'limni cho'zishayotgan edi. Menejer ular avariyaga uchraganliklarini va hozirda yo'lda qon yo'qotib yotganliklarini, biroq hozircha tirik ekanliklarini tushuntiradi. Bu joy esa bo'lajak marhumlar tamaddixonada so'nggi bor tushlik qilib olishlari uchun barpo qilingandi. Bundan so'ng tinchlik mehmonxonasining xonalaridan birida tinchgina nargi dunyoga jo'nashlari mumkin edi. Ta'qibchiga kelsak, bu nargi dunyoga olib ketuvchi eltuvchi bo'lib, u ularni anchadan beri kutib turgandi. Sara esa bu muqarrar ekan, Michael bilan o'layotganligidan xursand ekanligini aytadi. Menejer esa ortiq chidab tura olmaydi va unga yordam berishga qaror qilib, agar kurashsa, tirik qolish uchun imkon borligini ma'lum qiladi. Biroq buni bir-birlari uchun emas, farzandlari uchun qilishlari lozim edi. Menejer oshpazga er-xotinlarning mashinasi kalitlarini berib, xo'jayinga qo'ng'iroq qilgani ketadi va Sara va Michaellarning ishida xato ketgan bo'lishi mumkinligini aytadi. U esa ularning ishini allaqachon ko'targanligini va endi ularga yordam bera olmasligini aytgach, menejer oshpazga belgi beradi va u yo'lga chiqadi. Tamaddixonaga yugurib kirgan Sara esa hayotga qayta olishlari uchun Michaeldan bo'sa olishni boshlaydi. Oshpaz va eltuvchi bir-birlariga lo'pma-lo'p kelib urilishgach, Sara birinchi bo'lib ko'zlarini